Assalomu alaykum hammaga. Bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz, aksiya qilib qo'yibmiz. Aksiyadan hozir juda ham ko'p obunachilarimiz kelib qo'ydirib ketyapti. Video qo'yishga to'g'ri ulgurmayapman, o'sha uchun kuniga 4 ta 5 ta mashina qilyapmiz. Ko'plar negativ yozibdi. Sifatli ish arzon bo'lmaydi, unaqa. Akalar biz xalqqa shu juda ham qulay bo'lsin, foydalansin degan maqsadda bu aksiyani qilyapmiz. Hozir ish sifatini birin-ketin ko'rsatib o'taman. Avrenkaga sim ulangan, mana. Har bitta sim izolenta bilan qilingan. Ishonmasalaringiz, qanaqa ish qilsak ham, misol uchun videoga olmasak ham, bemalol o'zlaringiz uchun ochib ko'rsalaringiz ham bo'ladi. Mana shu обязательно izolenta qilingan. Masalan, videoda izolenta qilib, videosiz qo'ygan paytda sifatsiz ish qilinmagan. Orqalar ulanishi bitta ham simda rangini ko'rmaysizlar, mana. Ulangan, hammasi izolenta bo'lgan, osilib qolmaydi oyoqdagi. Bisimga to'g'ri-to'g'ri payka yordamida ulangan, osilib qolmagan bular ham. Umuman ortiqcha sim yo'q, hammasi zavodskida ishlaydi. Keyin yana bitta narsani aytib o'taman. Hozir biz ishlatadigan sim 4-pokoleniya gazdan chiqadigan simni ishlatamiz buni. Bu simda kilolab sotib olamiz bu simni. O'sha uchun ishimiz salgina qimmatligi uchun shunaqa qo'ygan, aksiyaga tushirganimiz uchun mana shu simni ham ishga qo'yib beryapmiz. Avrenka hamma narsalar ichida 390 ming so'm qilib qo'yibmiz. Knopka originaliga kelsak, 100% original knopka biryozoviy yonadi. O'sha tomonlar juda ham e'tiborli bo'lamiz. Zazorlar birga-bir tushadi, hamma narsalar joy-joyida ishlaydi. Negativ yozishdan oldin birinchi ko'rib, bilib, endi qildirganlar aytish mumkin. Bizda ishda muammo bo'lmaydi. Agar mabodo muammo bo'lib qolsa ham o'zimiz chiroyli qilib bartaraf qilib beramiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangiliklar hali oldinda. Nima yangilik qilaylik, keyin yana nimani aksiyaga qo'yaylik. Hamma narsani kommentariyaga yozsalaringiz, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib tushuntirib berishlikka, aksiya qilishlikka harakat qilamiz. Kommentariyada bemalol yozaveringlar. E'tibor uchun hammaga rahmat. Yangiliklar hali oldinda.